Tahir Toğluqning Uyg'urlarda farzand tarbiyasi nomli kitobining davomi. Mikrofon oldida Nurjamol. 7-chi qism. Qizlar turmushliq bo'lgandan keyin ularning turmushiga ko'p aralashib olmaslik kerak. Hozirgi Uyg'ur jamiyatida nikohdan ajrashish intayin og'ir fojia bo'lmoqda. Buning sababini surishtirganda ota-onalar nikohni oddiy bir o'yin qatorida ko'ryotdi. Arzimagan ozg'in manfaat yoki kichkina ko'ngil og'riq bilanla bir yaxshi er-xotinni bir-biridan ayirib o'tadigan ahvollar nihoyat og'ir. Bo'libmi ba'zi onalar qizlarga yaxshi tarbiya qilmaydi. Qo'liqi ozroq gapni anglab bo'lguncha "O aqchi ko'kchilar seni shunday dedimi? Sen nemish uni demeding, buni demeding?" deb yorining ustiga tuz qo'ydi. Tajribalik onalar bo'lsa samimiylik bilan nasihat qilib, qizida to'g'ri tushunish hosil qildi. Egilagan ahvollardan qaraganda 10-20 yuan qiymatidagi moddiy manfaat nuqtasidala odamgarchiligi yo'q, dasturxoni yo'q ekan deb bir oilaning beshiga chiqqan ahvollar xili ko'p ekan. Nikoh to'g'risidagi tushunchaning va tarbiyaning yaxshi, chunqur bo'lmasligi sababli ba'zi qizlar turmush ishiga intayin yuza qaraydigan ahvollar bor ekan. Men bir qatim bir oshpazorda bir jup er-xotin uchratdim. Ular tamoq yeb o'tiradi. Yosh cho'ka yigitga "Bo'lmamsiz, hiliqi xat kesadigan odam ishdan tushib ketadi" dedi. Men bular qiziqib ulardan ahvol so'rab baqdim. Aslida ular ajrashmoqchi bo'lib kelganlar ekan. Men yigitdan nemish ajrashib ketmoqchi bo'lganligini so'raganimda, cho'kan javob berdi. 2 yaksham o'tib kelsimi bir qatim bozorga elib kelmagan odam bilan qanday uy tutqul bo'ldi? Mana bu 2 yoshning ajrash sababi. Buni qandaymi nikoh degil bo'ldi? Mushunday yegin taklif bilan ko'plagan oilalar buzilib, bolalar yetimlik azobida ingrayotdi. Bu hozirgi Uyg'ur jamiyatidagi muhim bir ijtimoiy masala bo'lib qoldi. Bu nuqtada ota-onalar mas'uliyatchanlik va oliyjanoblik bilan farzandlarga atrofliq nasihat qilish kerak. Makarenko munda degan: "Söyishga o'rgatish, söyguni tushunishga o'rgatish, baxtli bo'lishga o'rgatish, bu o'zini o'zi hurmat qilishga o'rgatish, insonlik qadr-qimmatini tushunib yetishga o'rgatishdir." Nasihatdan namuna. Qizlar turmushliq bo'lib boshqa oilaga berishning oldida buni xususida nasihat qilishinglar kerak. Qizim, nikoh muqaddaslik sifati bilan sana poklik va haqiqiy ma'nodagi ayollik hislatini baxsh etadi. Senda uy tutishga bo'lgan cho'ng ruhiy tayyorlik bo'lish kerak. Endi sen boshqa bir oilaga borsan, u oilaga fazilat, go'zallik, oliyjanoblikni va pokizlikni ilib kir. Hargizmi sendan nopoklik sodir bo'lib qolmasin. Bir qatim bo'lsa-mu azra xatolikqa yo'l qo'ymaslik kerak. Er-xotin orasida adab, hayo bo'lganda, poklik bo'lganda nikoh ne'matimi barkamollik bilan yashaydi, ham mavjud bo'lib turdi. Sen o'zingning sadoqating, samimiyliging va kuyimchanliging bilan eringning muhabbatini texim lavulib olaysan. Oiladagi hurmatingmi yuqori bo'ldi. Agar aqlsizlik qilib muhabbatdan mahrum bo'lib qolsang, u uy sen uchun do'zaxga aylandi. Sendan muhabbati ko'tarilib ketgan odam har qachon sening aybingni izlab turdi. Yaxshi ishlaringmi ko'ziga sat ko'rinadi. Ahamiyatli ishlaringmi arzimagan ish bo'lib tuyuldi. Shuning bilan uyda jidal qurmaydi. Bu ravishda o'tgan turmushning qilchi lazzati bo'lmaydi. Shunga bo'lmug'ur yomon ishlardan, hayosizliklardan, adabsizliklardan bak ehtiyot qil. Yomon ko'rib qilish bir qabahat qizim. Tulum ehtiyot bilan bu oiladagilarning hurmatiga erishgin. Qizim, ering itoat qilgin. Eringning o'zing ustidagi haqlarini to'liq ado qil. Hargiz eringga xiyonat qilma. Hargiz arzimagan ishlar uchun uning ko'nglini chegma. Bo'libmi eringning erlik g'ururiga tegadigan ish-harakat va gap so'zlarni qilma. Yo'q ishlar uchun uni tanglikda qo'yma. Kiyim-kechak va galni deb hargiz o'zingni buzma. Hayotdagi maqsadni yasinish deb qaraydigan ayollarning hayotidami baxtsiz hayot bo'lmaydi. Chiroy, kiyim-kechak, zib-ziynat bilan bezinish birdamlik o'tkinchi jilva. Buningga tayinib birovning qalbida mangulik o'rin tutish mumkin emas. Umrlik mabtunkor jilva qalb go'zalligi orqali ro'yobga chiqadi. Qalb go'zalligi hatto sat chiroyg'imi ko'rkamlik baxsh etadi. Qiliqning sat, qalbning nopok bo'lishi eng go'zal ruxsarg'imi kishini g'ash qilg'day qora dog' tushiradi. Haddidan ortiq hashamdaram go'zallikning ehtiyoji emas. Oddiy soddalik go'zallikka texnobak yarashadi. Go'zallikka boshqa fazilatlar qo'shilganda, oltin yuziga yoqut ko'z yarashgandek texmi jilvigar go'zallik namoyon bo'ldi. Ruxsari go'zal g'unchidek turib, fazilatsiz bo'lsa, go'harni nijosatga otqanlik bo'ldi bolam. Qizim, ko'nalarda erni er qilganmi xotun, yer qilganmi xotun degan gap bor. Mol dunyo bilan mu setolg'il bo'lmaydigan go'zal va baxtli turmushni yaxshi xuluq mijoz bilan qo'lga keltirgil bo'ldi. Ering bilan yaxshi o't yoki yomon o't,
Sana yaxşılıq qılsın yoki yomonlik qılsın, hatto ajrashib ketmoqchi bo'lsangmi, hargiz eringning cho'ng-kichik sirini oshkorlamagin. U sening eringga qilgan ziyonkashliging bo'lib qolmay, balki o'zingga qilgan ziyonkashliging bo'lib qoldi. Kishilar seni eski, nachar xotin ekan deb sendan qochidi. Har qancha ochiqing kelsimi, o'zingni besib ol. Eg'izingdan eski, nachar so'zlarni chiqarg'uchi bo'lma. Eringga qo'l uzatma. Nachar, eski so'z behayo xotinlarning eg'izidan chiqadi. Unda ayollarni kishilar jaddal ayol deb ataydi. Turmushda qanoatlik bo'lgin. Bu sening baxtli bo'lishingning yaxshi yo'li. Qanoatlik bo'lish ayollarning eng muhim fazilatlaridan biri. Ering boy bo'lsin yoki kambag'al bo'lib ketsin, o'zingni mangulik eringga atag'in. Ering boy bo'lib ketganda ko'ranglab qimmat baholi kiyimlarni kiyib olsang, uni elib bermiding, buni elib bermiding deb xap qilsang, sen eng eski xotin hisoblansan. İmkon bor qanoat qilib tejashlik, iqtisodchil bo'lsang, uying texim bayashatchilik to'ladi. Ko'nglingmi oromida bo'ldi. Bir kiyim uchun hargiz xapliqni setib oladigan besham xotinlardan bo'lib qolma. Agar ering kambag'alishib ketsa, senmi tirishib uningga yordam ber. İlhom ber, ko'nglini yasa. Hargiz eringni gadoy, sendan nimxo'liq ko'rdim, sen nima uchun tegib qolgan bo'lg'aydim deb eringni xijolat qilib, o'zingni gunohkor qilma. Har qanday turmush qiyinchilikqa bardoshlik bergin. Eri namratlashsa, yüz o'rgan xotin eng iflos xotin hisoblandi. Xotinning eng asli eri yomon kuniga qolganda doim uningga taqdirlash bo'la olgan xotindir. Qizim, qanoatsizlik yomon kasal. U seni ochko'zlik, nafsiyonatchilikka giribdor qildi. Sen o'zingning turmushini hargiz boshqalarning turmushiga solishtirib, ular undoq ekan, bular bundoq ekan, uning yeri mundoq ekan, buning yeri undoq ekan degandek gap so'zlarni qilma. Boshqalarga ham eringning yomon gapini qilma. Yaxshi gapini qil. O'zingning turmushini bil. Yutqan qarab putsun degan gap bor-ku. Boshqalar solishtirgan bilan turmushing boshqacha o'zgarib qolmaydi. Aksicha ko'ngilsizlik sabab bo'lib qoldi. Ayolning vazifasi er kishining qalb didini, uningdagi oliyjanob his tuyg'uni yalqinjitish, majburiyat tuyg'usi va yuksaklik hamda buyuklikka bo'lgan qiziqishni qo'llab-quvvatlashdan iborat. Ayolning qimmati ana shu. Bu qismat ulug' va muqaddasdir. Sening ayollar xas nazokating eringga qanoat bag'ishlasin. O'zingni tashlab etma. Uy ichidami pokiz, ratli kiyinib yurgin. Hargiz erlik da'vosi qilma. Ayol kishi oxirigacha ayolligini qila olsa, u ko'proq izzat hurmatga sazovor bo'ldi. Agar sen o'zingdagi ayollik fazilatlardan yiroqlab, erlik hislatlarini kuchaytirishga urinsang, bu hol o'zingga ziyon yetkazadi. Mardlik erlar uchun ko'proq yarashidi. Ayollar uchun bo'lsa ayib sanaldi. Mol dunyoning qadriga yetgan ayol bir chimdim unni buzmaydi. Nonni hojatdan ortiq sundurmaydi. Non parchalarini xalgan joyga tashlamaydi. Qizim, shu bir non uchun qanchalik ajr ketganligini eslash kerak. Bir burda non uchun dunyoda qanchalik kishilar jon bermoqda? O'lim girdobiga birib qolgan bir kishiga dalada yo'liqqan bir chamdan puldan ko'ra bir burda non afzalg'u. Agar sening isrofxo'rliging sababli eringning ishtini tizidan oshmay noto'g'ri yo'lga mang'udek bo'lsa, buning gunohimi sana bo'ldi. Qizim, pokizlikni odat qil. Shaxsiy tozaliqqa bak ahamiyat bergin. Hargiz tahoratsiz yurib qolma. Nopoklik shumliqni va baxtsizlikni chillaydi. Ering uchun o'zingga xushpuroq narsalarni chechib o'zingdagi ba'zi yot puroqlarni haydashga tirishqin. Sen shuni tushunginki, ko'ngil degan tulumi nozik. Kichkina ish issisa, kichkina ish sovutishga sabab bo'ldi. Shunga yaxshi bir ayol bo'lmoq tulumi qiyin. Har qanday ishda pilsiratdan mangandek ehtiyot bilan mengishga to'g'ri keldi. Eringni pokiz tutqin. Yurish turishiga ogoh bo'l. Har qanday qilib bo'lsa, eringning ko'nglini o'zingga moyil qil. Shundala eringni qo'lingda tutib tura olaysan. Eringni qo'lingdan birib qo'yish yoki qo'lingda tutib turish yanala o'zingga bog'liq. Eringning ko'ngli sendan so'yishmasa, cho'qim boshqa biriga ko'ngil berishga majbur bo'ldi. Qo'ldan chiqarib qo'ydingmi, qaytirib kelmagan tas bo'ldi. Qizim, sen ham suhbatda bo'ladigan ayollarni obdan tanlagan, fazilatlik, yaxshi xuluqli xotinlar bilan suhbat qil. Buzuq, suxanchi xotinlarni hargiz o'zing yo'latma. Yaxshilar bilan bo'lgan suhbat yaxshilik sabab bo'ldi. Yomonlar bilan bo'lgan suhbat yomonlik sabab bo'ldi. Yomon xotin emas, bejoyiki besham shaytondir. O'zim yaxshi bo'lgandan keyin uning yomonligining nimazini demagin. Qizim, o'zingni va eringni baxtli qilay desang, yuzingni yo'ruq, beshingni egiz qilay desang, qoni ko'ksingni kang qil. Qiynana qiynatlaringni bek hurmat qil. Chunki ular sening ikkinchi ota-onang, eringning mehribon onasi va dadasi. Sen ularga chin ko'nglingdan hurmat, ehtirom bildira olsang, eringmi sendan xursand bo'ladi, seni so'ydi. Sen ularga o'z qizidek kuyun.
ko'ngli qanday hissiyot tortidi so'rab turg'in. Hargiz o'z beshinchilik qilma. Kichik ishlarda bo'lsa-mu ulardan maslahat so'rag'in. Sirtda hargiz uyning gapini qilma. Uyda bo'lgan ishlarni talaga ko'tarib yursang, ko'ngling orom topmaydi. Ba'zi ko'ngilsizliklar uchursang ichingda bil. Hatto menga aytib kelguchi bo'lma. Unda qilsang bir ko'ngilsizlikni cho'ngaytib nech qilib olasan. Arıga bir qatim soğuqchilik tushib qolsa, uni illatmoq to'limi tasga tushidi. Kichkin ishni bahona qilib, kudi ko'rpani ko'tarib yamonlama. Agar osh uyni mangu tutish niyating bo'lgan bo'lsa, xili cho'ng ishlar bo'lsa-mu yamonlama. Ikkinchi barmaslikqa niyat qilgan bo'lsang, ondan yamonla. Eringning urug' tuqqan do'st yoranlarga ham yaxshi muomalada bo'l. Ularni hurmatla. Bug'doy nening bo'lmasmi, bug'doy so'zing yo'qmidi degandek, ularga cho'ng ishlarni qilib beralmasangmi, ig'zingda bo'lsa-mu ko'nglingni izhor qil. O'zingning urug' tuqqan va do'stlaringga qanday muomala qilgan bo'lsang, eringning urug' tuqqanlarga, do'st birodarlarga va mehmonlarga o'xshash pozitsiyada bo'l. Hatto texmi yaxshi muomala qil. Umu albatta eringning izzat hurmati, qadr-qimmatini qilganing bo'ldi. Ota-onalarga kichkina tavsiya. Sizlar o'g'linglarni o'yildinglar. Shuning bilan ikki oilani birlashtirgan va ikki oilani tuqqan qilib bog'lagan bir rishta borliqqa keldi. Uyinglarga boshqa uyda tug'ilib o'sgan, boshqa bir ota-ona beqib, ko'zning qarchuqidek asrab, pəplab cho'ng qilgan bir a'tiborliqqa sizlarning a'tiborliq o'g'linglarga ayol bo'ldigan, suyimlik navranglarga ona bo'ldigan bir qiz kirdi. Kelinlik bo'loy sizlar uchunmi turmushinglardagi yangi bir burilish nuqtasi bo'lib qoldi. Bir uqumishliq kishi bu holatni suratlab, biz burun challida edik, endi uy tutdik degan edi. Endi sizlar quda bojilik bo'ldinglar, jamoat orasidagi o'rninglarni ko'tarildi. Bu sizlarga o'zinglarni qandoq tutish haqida yangi majburiyatlarni ortidi. Qudalar bek nozik, ularga boshqalar qilgan muomala munosabatini qilg'il bo'lmaydi. Payg'ambarimizmi qudasini ko'rib otdan tushib degan. Shunga qudalar aro izzat ikrom, o'zaro qadr-qimmatini qilish intayin muhim. Qudalar aro ko'ngil chekilib qolsa, yangi bir oilaning baxtli bo'lishiga ta'sir yetkazadi. Kelininglar sizlarnikiga kelib sizlarni ona dada degan ekan, umi xuddi o'zinglarning qiziga o'xshash. Hatto o'zinglarning qizidanmi chora ko'rib, ehtiyotchanlik bilan muomala qilish to'g'ri keldi. Kelin qizga qizinglarga to'g'ligandek to'g'lig'ili, ochiqlab xafa bo'lg'ili bo'lmaydi. Nihoyat savrchanlik bilan bu yangi oilaga kunvelish uchun imkoniyat yaratib beringlar. U qiz taq tunugin erka, sho'x g'amchas qiz edi. Mana bugun 2 yosh bir yostiqqa bosh qo'yish bilan sizlarning oilaning bir a'zosi, yangi bir oilaning beshi bo'lib, bir oilaning yerim majburiyati ortildi. Bu yangi muhitga o'zlashib ketish uchun bir mezgil kerak. Bu jarayonda sizlar yaxshi fazilatinglar va keng qo'rsaqliqlar bilan u qizga mehribonliklarni yetkazinglar. U qiz sizlardan suyunsin. Uning ba'zi yetarsizliklari sezilsa, samimiylik bilan nasihat qilib, tuzatib olishiga yordam qilinglar. Uy ishlariga pishmagan taraflari bo'lsa, buning xafa bo'lishga arzimaydi. Sizlar ikkinchi ota-ona sifatida ta'lim berib o'rgatinglar. Ular texgodak, turmush tajribasi yo'q. Tunugin bola edi, bugun ona bo'lyotdi. Hamma ishlarni sizlarning ko'nglinglardek qila olishni tayin. Shundadimi u qizga hargiz azob bermanglar. Sizlar kelininglarga azob bergan, yo'q yerdan putoq tepib zarba bergan vaqtda o'g'linglarning qanchalik azoblanganligini, sizlarga qanday qaraydiganligini ham o'ylab qo'yinglar. Balkim sizlarning ko'nglinglar uchun sizlar tarafda turgan bo'lar, lekin haqiqiy ko'ngilga kirib baxsanglar, o'g'linglar sizlarning yo'lsizliginglardan norozi bo'ldi. Yana biri o'zinglarning qizining ko'z oldinglarga keltiringlar. Sizlar kelininglarga yomon ko'z bilan qarayotganda, boshqalarmi sizlarning qizlaringlarga yomon ko'z bilan qarasa, azor bersa, o'zinglarning yuragi qanchalik etishadiganligining ko'ngil aynakinglardan o'tkazinglar. Sizlar imkon bor kelin bilan yuzlashib qilishdan saqlaninglar. Ba'zi ishlar bo'lsa, o'g'linglarga aytib nasihat qilishni topshiringlar. Hargiz sirtda kelininglarning g'ayvatini qilgan ish bo'lib qolmasin. Boshqalar hargiz yaxshi kelinni sizga apkilib bermaydi. Aksicha, sizning o'zingizning aybini oshkorlaganligingiz bo'lib qoldi. Qo'l sunsa yangichida degandek, har ish bo'lsa uy ichi tugatgan yaxshi. Davron solgandan nima foyda? 8-qism o'g'illar haqida. Kelinlar haqida to'xtalgan ekanmiz, navbati kelganda yigitlar haqida-mu to'xtalib o'tishga to'g'ri keldi. Demokratikning mundaq bir so'zi bor. Yaxshi kuy o'g'ilga duch kelgan kishi o'g'il topidi, nachar kuy o'g'ilga uchirgan odam qizidan ayrildi. Bu so'zni ta'tirga o'risak, yaxshi kelin erishsangiz qizliq bo'lib qolasiz. Nachar kelin duch kelsangiz o'g'lingizdan ayrilib qolasiz. Shundaq, o'g'ilni o'ylash xuddi qizlarni turmushda qilgan o'xshashla, ota-onalar eng ko'ngil bildigan, beshini eng qattirgan muhim ish. Ko'p hollarda o'g'illarning xohishi bilan ota-onalarning xohishi bir yerdan chiqmaydigan ahvollar bo'lib turadi.
Yigitlar o'zining qizg'inligi, hissiyoti va muhabbat kuchi bilan ota-onalar bilan qarshilashadi. Bundaq nikohning ba'zilari yigit bilan qizga baxt elib kelsa, ba'zilariga baxtsizlik elib keldi. Nikoh jamiyatni jamiyatga bog'laydigan va avlod qoldiradigan ish bo'lganligi uchun ba'zi ota-onalar o'zining xohishini oldin qatorga qo'yib olib, urug' tuqqan do'st birodarlari va yurt mahalla qizlari bilan o'g'ilni nikohlantirishni orzu qildi. Shuning bilan ko'p nikoh yarim yo'lda buzilib, nurg'un ko'ngilsizliklarning yuz berishiga sabab bo'ldi. Nurg'un bolalar yetim qilib, nikohning qurbonlari bo'lib ketdi. Ota-onalar bo'lsa, bu yigitlarning dardini bir umr tortishga majbur bo'ldi. Unda bo'lsa, bu ishda ota-onalar zodi qanday pozitsiyada bo'lishi, farzandlarning nikoh masalasida qanday ongda bo'lish lozim? Sizlar bilasizlar, nikoh g'oyib degan gap bor. Odam xuddi qachon o'lib olishni tanlayolmagan o'xshash, hech qachon odam umrida kim bilan nikohlanib bir umr birga o'tishni tanlab olmaydi. Yigitlar Qur'onga yetib qolganda turmush qarlishi, xizmat taqsimoti va boshqa munosabatlar davomida o'zi azaldan tunimaydigan va o'ylamaydigan qizlar bilan, qizlar bo'lsa o'g'illar bilan tanishish orqali turmush musofasini birlikda besib qoldi. Qizlarning yaxshi yomoni bo'lgan o'xshash, o'g'illarningmi yaxshi yomoni bor. Yaxshi qiz bilan yaxshi o'g'il sizlarning jamiyatinglarda yoki sizlarning yurtinglarda bo'lib qolmay, boshqa jamiyat va boshqa yurtlardami bor. Shunga ota-onalar oldi bilan nikoh masalasida hargizmi tar yurt parastlik engida bo'lmasligi kerak. Farzandlar kim bilan baxtli oila qurishga ko'zi yetsa, ularning ko'ngliga hurmat qilish lozim. Shunda bo'lganda ular baxtli bo'la olsa, sizlardan minnatdor bo'ldi. Agar baxtsizlik uchursa, sizlardan og'rinmaydi. Yana bir jihatdan o'zi tanlagan turmush bo'lganligi uchun imkon bor yaxshi o'tib ketishga tirishadi. Mubodo farzandlar muhabbatdan emas, orzu qo'g'lashib, hissiyotning keyniga kirib, faqat chiroy go'zalligiga maftun bo'lib to'y qilmoqchi bo'lsa, samimiy nasihat qilish kerak. Bu vaqtda qadimdan kelayotgan mundaq bir qancha tavsiyalar bor. Birinchi, farzandingizga hargiz puldor, amaldorlarning qizini soya qilmang. Bu bir xil tamoxo'rlik bo'lib qoldi. O'g'lingizmi o'zingiz maslab qilsiz. Qo'li taraf o'ziga tamanna qo'yib qolsa, sizlarning g'ururingizga tegadi. O'g'linglarning dili ranjiydi. Natijada nikoh buzilishga yuzlandi. Biroq haqiqiy odamgarchiligi borlarga ishonsanglar bo'ldi. Ikkinchi, hargizmi chiroy qo'g'lishib to'ylashmanglar. Balki fazilatni birinchi o'ringa qo'yinglar. Fazilat bo'lsa, hammada topildi. Fazilatsiz bo'lsa, hamma nimadan mahrum bo'ldi. Shung Uyg'urlarda chiroyga choy qo'yib ishkil bo'lmaydi degan gap bor. Mubodo o'zi go'zal, fazilatimi go'zal bo'lsa, uyinglarga baxt elib keldi. Agar fazilatsiz bo'lsa, ofat elib keldi. Uchinchi, navrini navriga chatadigan nodonlikqa hargiz yo'l qo'ymanglar. Turmushda mush ishga diqqat qilmay, nurg'un bolalar har qismi tug'ilib, ota-onaga umrlik kulfat elib kelyotdi. Bu har bir oila boshliqining qat'iy amal qilishga tegishli muhim bir ishi bo'lib qoldi. Sizlar ilm hurmat qilinglar. 4. Quda bo'lg'uchi kishining tegi taktini obdan surishtirish kerak. Agar ularning odamgarchiligi yo'q, eski, o'htam oila bo'ladigan bo'lsa, sizlarning har qancha tirishchanlik qilganinglar bilan oxiri qizini non yugizmaydi. Urush jidaldan qutulolmaysizlar. Qadimgi kitoblarda qayd qilingan mundaq bir qancha saboqni saminglar asilib qo'yay. Sizlarmi farzandlarni ogohlantirib turinglar. 5 xil xotin uchun g'am yemak ravo, dabtu ko'nilar. Birinchi, nasabi ulug', o'zi soyibjamal va pok bo'lgan ayollar. Ikkinchi, o'zi dono, ig'ir besiq, aqidalik va ko'ngillik bo'lgan. Uchinchi, hamisha tarafdorlik, vafodorlik qiladigan, nasihatgo'y, shafqatli xotinlar. To'rtinchi, yuzi qutlug', so'zi muborak va oyga yarashadigan xotinlar. Beshinchi, o'ziga xohi ziyon yesin, xohi foyda kelsin, qanday yo'l bilan bo'lsin, eriga foyda tepishni ko'zlaydigan xotinlar. Mana bular mangulikdir. Sizlar o'g'linglarni eng yaxshi tushunasizlar. Kelin qizinglar yuqorqidek muborak baxt bilan uyinglarga kirgandan keyin, u o'zining fazilati bilan o'g'linglarning ba'zi adab axloqi yod va ichimlikka, chekimlikka birlish odatlarini cheklamak bo'lib, tirishchanlik qilmoq bo'lsa, sizlar kelin qizni qo'llab-quvvatlashinglar. O'g'ilni bo'lsa adablab yaxshi moslashinglar kerak. Hargizmi erning ishiga aralashmang degandek so'g'ik gaplar bilan kelin qizning yaxshi ko'ngliga so'g'ik so'z sepmanglar. Mubodo o'g'linglar bir mezgil uy tutgandan keyin amaliy o'sish, pul tepish yoki sirtqi buzilishdek sabablar bilan nikohni buzmoq bo'lsa, qat'iy tirishchanlik qilib oyini saqlab qolishga tirishinglar. Bu sizlar uchunmi, farzandinglar uchunmi yaxshi. Bu ishda o'g'linglarning ra'yiga berib, yaxshi kelininglarni qo'ldan chiqarib qo'ysanglar, yana bir alvosdan o'g'ilni tortib qolasizlar. Shunga o'g'ilga har bir masalaga duch kelganda zarur nasihatlarni berib turishinglar sizlarning ota-onalik burchinglar. Nasihatdan namuna.
Balam, Quramanga yetding. Turmush ishini soğuqqanlıq bilan o'ylashing to'g'ri keldi. Muhabbet deganni o'rganib kelib bo'ladigan narsa emas. Nikohdan burun ko'zingni obdan yechib qaramasang, to'ydan keyin ko'zingni echishqim petini olmaysan. Sen menga selib qo'yaki, bir qizga uning qat'iy qomatingning kelishganligiga qarab o'ylanish, xuddi bozordan zo'riyatsiz bo'lsa-mu, ko'ziga yaxshi ko'ringanligi uchun setib olgan narsaga o'xshaydi. Nikohdan keyin farzandlarga uy tutishni, xotinini tutishni, o'zini tutishni, oilasiga kuyinishni o'rgatish kerak. Balam, endi sen bir oilaning egasi bo'lding. Balalik sayoqlikning tugadi. Endi sen erlik xislatingni joriy qildirib, bir oilaning yukini ko'tarishga bel bog'lagan ekansan. Ayolingga haqiqiy kuyin, yo'q ishlarni tutilib uning azor berma. Ayolingning ko'nglini ayashni bil. O'zingni ham aya, o'zingni tutishni bil. Er degan xotin nima desa, ha davradigan yumshoq bosh bo'lib qolsa bo'lmaydi. To'g'ri bo'lsa qabul qil. Agar munosib bo'lmasa, gap so'zlar bilan darhol nasihat qil. Er xotinchilikda o'zaro bir-biriga ega bo'lmasa bo'lmaydi. Muhim ishlarda qattiq talab qo'y. Odatdagi ishlarga esilib olmay, ko'rmasga sol. Uy ishlariga ko'p aralashib olma. Kiyim-kechak va puldan qisma. Ayolingga har qancha ishonsangmi, uyda uzun vaqt yolg'iz tashlab qo'yma. Yolg'iz safarga chiqarma. O'zing birga bo'lmagan o'ltirish qo'pishga barg'ozma. Oilangda iqtisodiy o'rtoqlik bo'lsin. Iqtisodiy birlik bo'lmagan oila ishonchlik oila emas. Sen har qancha cho'nqur ishonch hosil qilgan bo'lsangmi, deyishga bo'lmaydigan sirlaringni ayolingga aytmagan. Bu qadimgilarning qilgan tajriba savoq. Balam, ko'nalarda ko'ch sevgisi uyni barbod qilar, uyingni xotin mehri avod qilar degan gap bor. Hargiz ko'ngilning kayniga kirmagan. Ko'ngilning kayniga kirmang, ko'ngil har yangi boshlaydi. Samarqandning olmasidek opirib cho'llarga tashlaydi. Xotiniga qanday talab qo'ysang, o'zingga shunday talab qo'ygan. Hargiz vijdoningni qo'lingdan berib qo'ymagan. Uyg'urlarda farzand tarbiyasi nomli kitobning 16-bobining to'liq mazmuni o'qib tugatildi. Davomi davomli huzuringlarda bo'ldi.